O'rtoq qara, sendan so'ramasdan kamerani yoqtirib qo'ydim. Chunki sabab o'tgan safar sen bilan story oldik-ku, ishing haqida ozgincha ma'lumot beruvding. Muxlisligi, shu ishingga qiziqadiganlarning soni juda ham ko'p bo'lib qoldi. Ishing haqida ozgincha taassurot bersang, juda ham xursand bo'lgan bo'lardik hammamiz. Bo'ldi. Kelinglar, bo'lmasa qisqacha tushuntirib beraman. P2P yo'nalishi haqida gapirgan deymiz. P2P bu kurs orasida pul ishlash. 100 dan dollar sotib oldik. Kurs 100. Biz u narsani 105 dan sotamiz qaytib. Ya'ni biz 100 ming rublimiz 105 ming rubl bo'lib qaytadi. Shuni orasida 5 foiz ishlagan bo'lamiz. Xuddi shunaqa turib bir kunda 5 marta hisobiga 25 ming rubl ishlagan bo'lamiz. Nima uchun 5 martadan ko'p bilmaymiz? Sababi kartalarning limiti bor. Men arbitraj yo'nalishini ham olib boraman. U xuddi shu yo'nalish shunga o'xshaydi, lekin kartasiz. Chunki kartalarda limit bor, arbitrajda limit yo'q. Masalan, men o'zimning profilimga ko'rsatganman. Korotka reelslarda, videolarda bemalol o'tib ko'rib, o'rganib olishlaringiz mumkin. O'rtoq kattakon rahmat. Men ham sen ishingga qiziqgan muxlislar ham juda ham xursand bo'ldik bu video uchun. Agar yana ham ko'proq ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz, do'stimga obuna bo'lib, Instagram sahifasini bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. Mutlaqo tekin, o'zi ko'rish tekin bo'ladi. Lekin aytib qo'yay, bu hech qanaqa reklama emas, hech qanaqa nima deydi, platniy informatsiya berish emas. Yo'q, reklama emas bu, reklama emas. Chunki shu sohani chista informatsiyalarni bemalol o'tib bilib olishlaringiz mumkin.